bemorimiz meningit kasali bilan murojaat qildi. Hozirgi kunda bilasizlar, shaharda juda ham bu kasallik jadal rivojlanib, juda ham ko'payib ketdi. Bemorimizga laborator tahlillar o'tkazdik. Ahvoli juda ham og'ir bo'lgani uchun unda tanasida toshmalar, yuqori harorat, holsizlik kuzatilyotdi. Hamma anamnezini yig'ib, kerak bo'lgan muolajalarni qilib, tana haroratini tushirib, ekstreni skoroyimiz orqali birinchi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yubordik. Ayni vaqtda hozir ko'pchilik meningit kasalligini boshingga shapka kiymasang kasal bo'lasan deb adashtirishadi, lekin unaqa emas. Meningit kasalligi bu meningokok infeksiyasi bu kasallikni chaqiradi va bu havo tomchi orqali yuqadi. Shuning uchun agar sizni farzandingizda yuqori tana harorati, toshmalar, holsizlik kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilishingizni so'raymiz.